Assalomu alaykum YouTube kanalining kuzatuvchilari va mening podpischiklarim. Bugun 14-kun avaskop qilyapmiz. Tuxumni jo'jasi bor yo'g'iga tekshiryapmiz. Mana bu yangi yo'ldan kelgan F bilan raqamlangan tuxum. Bunda jo'jasi yo'q. Mana jo'ja yo'q. Birinchi bosh stadiyalida jo'ja o'lib qolgan. Mana shuncha tuxumlar. Jo'jasi bor tuxum mana bunday уже qop-qora bo'lishi kerak. T bilan raqamlangan tuxumlarimiz Tolib boboni tavuqlarinikida. Ulardan ham qancha mana bunda bor jo'jasi. Ulardan ham qancha jo'jasi yarim stadiyada o'lib qolganlar ko'p ekan. Tak, hozirgi avaskop qilayotganimiz bu F bilan markirovka qilingan yangi yo'ldan kelgan tuxumlarimiz. Baka bu kishida bitta neaplod chiqdi. Mana bular ham podozrительный. Mana yarim anavisida mana ochiq. Bu degani yarim stadiyada jo'ja o'lib qolgan degani. Lekin yanada bu tuxumlarni olib qo'ymaymiz. Yanada kuzatamiz. Mana bu ham xuddi shunday. Bu degani 9-10 kunlarda tuxum o'lib qolgan degani. Yana kuzataylikchi. Allohdan chiqib qolsa. Avaskop qilishimdan maqsad hozir biz havo beryapmiz. Mana bunda ham yarim stadiyada o'lib qolgan. Agar biz mana shu o'lib qolgan tuxumlarni olib qo'ymasak, qolgan jo'jalarga zarar beradi degani. Yanada qolgan jo'jalari ham chiqishi uchun prostranstvo bo'lishi kerak. 5-6 kunlari avaskop qilib ajratsam bo'laydi. Lekin birato'la 14-kun havo beramiz. Shu havo berganda jo'jalarni tuxumini birdan tekshirganimiz ma'qul. Men shunday yo'lni qo'llayman, qolganlar bilmadim. Mana bu ham mana jo'ja yarim stadiyada o'lib qolgan degani. Endi yangi yo'ldan kelgan F raqamli tuxumlarimiz. Endi uzr so'raymiz sizdan. Shunday qilib mana jo'jasi yo'q tuxumlar, neoplodotvorенный urug'lanmagan tuxumlar mana shuncha. Mana bu bilan mana bu tuxum mana o'zimni mana u markirovkasini qo'yganman. O'zimni damashni tovuqlarim tuxumi. Bunda tuxumni sarig'iga e'tibor beramiz. Ikkita. Bu yerda va bu yerda. Tuxumni sarig'i ikkita. Buni eksperiment qilib qo'ygandik. Mana bunda ham xuddi shunday. Men svet yoqganim uchun sizlarga balkim u daraja yayliq ko'rinmasa kerak, lekin yanada urug'langan tuxum bo'lsa ichi qora ko'rinardi. Mana bu ikkalasi o'zimniki. Mana bu ham o'zimni tovuqlarim. Bu tovuqlarni yangi sotib olgan edim. Hali o'zimni xo'rozlarimga qo'shilmagan edi. Egasi aytdiki, u xo'rozlar bilan katta bo'lgan. Bular ham bemalol tuxumlari urug'langan deganlari uchun qo'ygandi mana. Lekin kelib chiqdiki, urug'lanmagan. Mana
o'zimni damashin tavuqlarim kichkina tug'ishadi. Tak, mana bu ham u. Tak, kelib chiqyaptiki, mana bu oq tuxumlar Tolib boboni ayollariniki, mana bu ham o'zimniki. Tak, 2 3 mana bu. Tak, bu B markirovkalik tuxum. Bu tuxum mana BAMdan olib kelaman. Aslida u kishining tuxumlari ko'psi urug'langan chiqadi, lekin shu choqda mana bu F markirovkalik tuxumimiz. Yangi yo'lliki, bu Tolib boboniki mana. Tak, shunday qilib BAMdan olib kelganimda 2 ta urug'lanmagan chiqdi. F markirovkalik tuxumimizda bu bir 7-8 tasi urug'langan. Jo'ja yarim stadiyada, hozir fonari o'chirib qo'yayda. Ikkinchi inkubatorimdan ham menga shunday qilish qulay. Mana 2 ta inkubatorim ishlab turibdi. Bunisini bunda avaskop qilaman, bunisini bunda avaskop qilaman. Menga shu qulayroq varianti. Xullas kalom, mana shu tuxumlarimiz. Bu orada inkubatorga havo beramiz. Erta bilan kechqurun 14 kun bo'lgandan erta bilan kechqurun 10 minutdan havo beramiz.